Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Tinchmisiz? Adashsam kichkina adash emas, o'rta katta adash bo'ldi-da aka. Mana 200 dollar olib chiqaman, 400 dollar. 400 dollar olib chiqaman deb 200 million. 200 million olib chiqaman deb 50 ming dollar. Ota-onam o'shani turib xolos. Bo'lmasam davnomar bitta bo'lmasin. Sizlar ko'rgan bu bola tradingda 600 milliondan ko'p pul yo'qotgan. Bu pullari 90% qarz, kredit, birov bilan oldi berdi, biznes puli, xullas polniy buket. Bu bola menga SMS yozdi. SMSiga SMS bilan javob berib turganimda o'yladim, yo ko'rishgan yaxshi. Iloji bo'lsa, yuzma-yuz o'tirib yaxshi suhbat qilish kerak. Chunki shunaqa gaplar bor, shapaloqdek tegadigan. Shunaqa gaplardan bitta ikkita berilsa, bu bolani fikri sal o'zgarsa, bunaqa muammolarni o'zi yeb tashlaydi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salom. Rahmat, nimaga tushibsiz aka? Ha, yaxshi. Men keldim. 58-uy, dom, 4-uy. Chiqaman aka. Hop. Ya paka bu bolaga kerak emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Tinchmisiz? Yaxshimi aka? Rahmat. Nima gaplar? Yo'q, rahmat. Yaxshimi aka? Yaxshi, ha, o'zingiz yaxshimisiz? Nima gaplar? Ishlab ol aka. Ha, tinchmisiz? Sekin aka. Ha, yuring, bir joyga o'tib kelamiz. Bo'shmisiz? aka. Qanday? Shuni ustimga kiyib chiqay. Ha, yuring. Uydagilarning xabari bormi? Yo'q aka. Xabari yo'qmi? Yo'q. Aytadigan holat ham emas aka. Onam bo'ldi. Mayli. Assalomu alaykum. Rahmat. Labi orajon, tushunsiz? Uyga qaytib ketding deyapti. Bilishmayapti kelganingizda. Shular uchun o'zi turibman xolos aka. Bo'lmasam davno men buncha tashvishda shu yoshimda aka. Hali ham sig'mayapti o'zi aka ichimga to'g'risi. Shuncha muammo, shuncha tashvish, adashsam kichkina adash emas, o'rta katta adash bo'ldi-da aka. Yo'qotganim yaxshi qilganim yo'q. Pulga o'ylanganingiz yo'q. Pulga o'ylanyapman. Nimaga o'ylanmayman? Pul meniki emas-da. Shunga o'ylanyapman birinchisi. Ikkinchisi u uyga borishdan men xavotirdaman. Uyga olib bormaslikka ham harakat qilaman, xudo xolasi. Birovni puli borligi uchun, birovni puli omonatga xiyonat qilganim uchun men o'zimni ko'zlariga qarashga anaqam yetmayapti. Kattalashib ketdi aka. Keyin bitta u odam bilan emas, o'sha pul qolmadi. Kreditga yopishdim. Qarzga yopishdim, ko'chadan oqtarishga yopishdim. Qildim ham, topdim ham, yo'qotdim ham yana. Ana endi olib ketaman, mana olib ketaman, ana olib ketaman, ana olib ketaman deb nuqta bu bo'ldi. Yo'l ham qolmadi. 1 yildan o'tdi aka. Chaqirdim, keldi Farg'onadan, ko'rishdik. Qolganini o'zingizlar sekin ko'rasizlar. Lekin undan oldin men aytishim kerak. Men qadar sliv qilganlarni qutqaradigan farishta emasman. Bu hech kimning qo'lidan kelmaydi. Hozir kommentariyaga yozmoqchi bo'lsangiz ham kartasini bersin, pul yig'ib beraylik deb, bu ish emas bu. Bu siz nima osmondan tushgan farishtami-siz birov masalasini yechib beradigan? Siz bu yerda qilishingiz mumkin bo'lgan narsa faqat bu bolaga omad tilab qo'yish. Muammoni o'zi yechish kerak. Birinchidan, bu bolada hozir qo'liga pul tushsa trade qiladi. Ikkinchidan, buzilgan psixologiya. Uchinchidan, bunga o'xshagan yana 100 tasi bor. Shu kommentariyada ham topasiz ularni. Ularga kim yordam beradi? Nima biz pul yig'ib berib yuraveramizmi jamiyat ochib? Undan ko'ra muammoni tomirini topish kerak, o'sha tomirini kesish kerak. Shunda bunaqalar sekin o'zi yo'q, kamayib ketadi. Tomirini topish uchun mana shu bolaga o'xshagan yoki shunga o'xshagan voqealarni ham ko'rsatish kerak. Odamlar buni ham bilishi kerak. Shunda shirin tushlarni ichida yuravermaydi. Tasavvurda hamma pul ishlayapti, atrofda hamma zo'r trader, hammada o'xshayapti, bitta unda o'xshamayapti. Yo'q, sal o'rtada balans bo'lishi kerak. Bu tradingda tanganing ikkinchi tarafi, bu ham bor. Buni ham gapirish kerak. Men birorta odamni ko'rmayman, mana shunaqa voqeani olib chiqib ommaga chiqarganini. Yo'q, o'quvchisi bir kunda 10 ming dollar ishlasa, butun dunyoga jar soladi. Sekundda o'sha zavodda o'sha yerda YouTube'ga 4 ta video chiqaradi. Mana bunaqa holatlarga endi bu
nafsini eplolmagan bir ikkita nodonlar deb ko'z yumib yuboriladi. O'shaning uchun ham mana shu videoni ko'rganinglarda o'sha bilasizlar, bu bolaning muammosi ham aynan shu bo'lgan. Uni tasavvurida bu oson, hamma qilishi mumkin bo'lgan, 4 ta videoni ko'rib tasavvurida zo'r bo'lib, o'sha 50 mingni risk qiladigan darajada o'ziga ishonib olgan. 50 ming dollarni risk qilishga duxni qayerdan olish mumkin? Menga aytinglar. Yana o'zini puli emas, kredit qarz birovning pulini risk qilish uchun. Даже menda yo'q bu duh. Даже bu 10 yillik tajribasi bor treyderlar ham birovning puli bilan trade qilishga duh yetmaydi. Nimaga? Chunki ular yaxshiroq tushunadi. Чтобы bu yerda hamma yo'q 50 ehtiyot bo'lish kerak. Birovning puliga javobgarlik qilgisi kelmaydi. Kim duhi yetadi? Birinchi kuni 200 tashuvdim, 10 minutga bormay yo'q bo'ldi. Orqasidan 400 tashuvdim, 17 million qilib oldim. Shuda endi xullas minusda men bu sohaga kirib plyus ham qildim, minusim kattaroq bo'ldi plyusdan ko'ra. Eng qizig'ini Temur aka. Yana pul bo'lsa yana tashlab qo'yaman. Uyqu yo'q. Sog'liq yo'q. Ta'sir qildi sog'liq. Miyadan o'zi chiqib ketgani yo'q, Temur aka. Faqat shu tez uyg'onyapti hamma yo'q. To'lashim kerak, topishim kerak, yana pul tashlab tiqishim kerak degan narsa bo'lyapti. Mashta tursa, Mikrofonimni taqaman, hayolimga kelmoqda aka. odamga dars bo'lsa, O'shancha o'tiribman aka, men albatta chiqib odamlarni qarab qolsa, qanchalik yaxshi narsa. shuncha o'tiribman aka. Summa qancha edi? Summa 100 mingdan oshiq, kirgani 50 ming kamida. 50 ming kirdi. Hisobi yo'q-da, hozir ham hisob kitob qilingan yo'q. Qilingan yo'q. Hop. Undan keyin уже qarasam obo'g'aydi. Ochilaman deyapti. Sherik bilaman deyapti. Biznes pulni уже sezilyapti. Qo'zayib ketgani pulni. Aynalish yo'qda yo'qolib qoldi. Pul chiqib ketganini bilmaydi. Kreditga o'tdim. Kredit qancha? Kredit 37 milliondan shunaqa. U ham ketdi. Keyin telefon yo'q. Qarzga уже tanish-bilish qilib telefon oldim. 3 minglik telefon oldim. Bir oyga. Ha, sotgani oldingiz. Ha. Uni 2700 ga sotib oldim. 3 mingga olib. Ha. U ham ketdi. Уже pul qolmadi. Endi hozir yana mashina olib sotaman desam, уже bermayapti. Pul hech kim уже pul yo'q. Ha, pul bo'lganda tashardim. Yana olish uchun endi yopish kerak, bu nimalar keldi aka hammasi. Taqaldi. O'sha miyadan уже uyqu bermayapti. Yedirmayapti. Miya o'chmayapti. Men uxlagani bilan o'chmayapti. Mana 200 dollar olib chiqaman, 400 dollar. 400 dollar olib chiqaman deb 200 million. 200 million olib chiqaman deb 50 ming dollar. Endi bu 50 ming dollardan keyingilar ko'chadan olingan qarzlar, endi undan oshiq qarz ola olmaysiz hamda. Yo'q, biz kech tushungan bo'lsak ham zato tushundik, lekin bu ham hali biz ko'p narsani bilmaydigani emas-ku. Endi bu safar pul tushsa boshqacharoq qilaman deyapsiz. O'sha boshqacharoq ham mushukka olib boradi. Sizda buni 4 marta qilgan xatoyingizni chaqirgan bitta narsaga bozor bilan o'chakishyapsiz-da siz. Sen meni pulimni olib qo'yding, pulimni qaytar. Qaytarishing kerak. To'g'ri. Bunaqa narsa yo'q. Noldan boshlash kerak. Imенно pulni qaytarib olaman deb trade qilsangiz qancha qiynaladi. Jostki условия qo'yapsiz o'zingizga. Bu условияda men ham trade qila olmayman. Sizdan zo'r treyder ham qila olmaydi bu условияda trade. Hozir zo'r ishlab turgan odamni boshiga borib tashab qo'ying shu sizni qarzlaringizni misol. O'ziga yarasha summani любой treyder Summada farqi yo'q. tashab qo'ying. O'zini holatiga kelib chiqib odam o'zini boshiga tashab qo'ying. любой treyderda summani o'sha minut, o'sha sekunddan boshlab orqaga ketishni boshlaydi. Hammasi hal bo'lib ketishiga ishoncham bo'lish kerak-da, tushunamsizmi? Yo'q, ishonch bor. Men qanaqa yechim topishni bilmayman-da shundan beri. Bo'lsa yo'l ko'rmaysiz siz. Sizda yo'l ko'rinmaydi sizga. Hozir sizga yo'l ko'rinmaydi, lekin bu degani yo'l yo'q degani emas-da. Men hozir prosta sizni eshityapman. Chunki sizga eshitadigan odam kerak hozir. O'zi men to'g'risi Temur aka shuncha bugungacha ichimga yutdim xolos. Yo, endi shunaqa qilamiz ham-da. Boshqa yo'l. U ekan shunaqa ekanda, ichimga yutgan aytilmas ekan. Bundan buyog'iga ham ichingizga yutasiz. Hech ham o'ylanmang. Bundan buyog'iga ham ichingizga yutasiz. Mana qarang. Tushunmasdim. Lekin qarang, siz jertva emassiz bu holatda. Siz o'zingizni aql tasavvur qilmang. Ilojsiz qolib ketgan. Yo'q, qolib bo'ldim men o'zim. Yo'q, to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin siz o'zingizni u pozitsiyaga qo'ymang. Jertva
jabrlanuvchi odam pozitsiyasiga qo'ymangda o'zingizni. Yo'q, Такой o'sha to'g'ri, mana ketishingni. shuncha narsani o'ylab, mana aytyapsiz, gapingizni bo'ldim uzr. Mayli. O'sha ota-onam mani teliklari, o'shaning uchun sabr qilib, xo'p, bo'lmasam men to'g'risi ko'tarilmayapman o'zi. Yo qochib ketgan bo'lardim. To'g'risi, misol. Ota-onam o'shani turib xolos. Bo'lmasam davno men bitta bo'lmasin. Yo, tushunaman, qani Xudoga shukr, ota-onangiz bor ekan. Xudoga shukr. Bitta. Yana xuddi shunaqa men sizga 100 ta sabab topib beraman. Ishoning, xuddi o'sha ota-onangizdaqa yana 100 ta sabab topib beraman. Dalish yana qilishga, ishlashga, yashashga tiqilib yotibdi. Prosta hozirgi sizni holatingizda ko'rinmagan. Ko'zingiz ko'rmaydi. Men sizga nimaga oldingizga keldim? Siz yozdingiz. Men sizni SMSingizga SMS javob bergim kelmadi. Shaxsan ko'rishing deyapti. Nima deydi? Qutqaruvchi operatsiyasi bo'layotgani yo'q hozir. Osmondan farishta tushib sizni muammoingizni hal qilib bermaydi. Takji men ham muammoingizni hal qilish uchun kelgan odam emasman. To'g'risini tushunish kerak. Men Boricha to'g'ri qarash kerak demoqchiman. Sizda ozgina fikr o'zgarsa hozir atrofga, bo'layotgan ishga, muammoingizga nisbatan fikr sal o'zgarsa, o'zingiz chiqib ketasiz bundan. Ishoning. Bemalol chiqib ketasiz. Yana gapingizni bo'ldim aka. Hech qisi yo'q. Mani holatimga tushmasin deyman odamlar aka. Sizni Nimaga siz holatingizga tushmasligi uchun hozir primer qilyapmiz. Men ota-ona deyapsiz-ku, ota-ona sizga hozir kanat, arqon shu chuqurga tashlangan bitta. Maka u yetmayapti-da. Sal kamlik qilyapti. Shuni ikkita qilaylik. 3 ta, keyin 4 ta, 5 ta, 6 ta desa hammasini shunday o'raysizda bittada chiqib ketasiz. Siz minus qildingiz bo'ldi. U как опыт o'tdi ketdi. Dalshi nima qilamiz endi? Nima ishlaymiz? Mana shuni o'ylashga. Hozir bunday qilaylik, davay. Bitta ovqatlanib olaylik. Betlarni restoran qilib yuborganlar, qarang. Peshkom aylanib. kelmayam bordi. Bunaqa toza havo o'tganimiz yo'q anchadan beri. Dalshi trade qilishga уже sizda qiziqish bormi? Bor aka, o'lgan. Shu sohani olib ketgim ham kelyapti. Men siz shuncha qiynaldimda, shuncha tiqdim, murmaydi. Qarzimni o'zsam, tirgim ham kelmayapti bir tomondan. Suhbat o'zini yo'liga ozgina turtki ham kerak. Men o'zimning imkoniyatimdan kelib chiqib, holatimda bu bolaga nima shans berishim mumkin? Yordam emas, shans. Yordam u bo'ladi necha yillar o'tib, agar bu bola oyoqqa turib ketsa, balki yordam bo'ladi. Men hozircha shans berish uchun bitta fikrga keldim. Men o'zim hozir faqat prop depozit bilan ishlayman. Prop bo'lmasa o'zi umuman trade ham qilmasdim. Menda imtihonidan o'tilgan $5000 depozit bor trade qilish uchun. Va mana shu depozitni o'sha bolaga berishga qaror qildim. Bu xuddi qo'liga $5000 bergandek gap. Faqat lekin u buni endi aylantirib trade qilib pul chiqarish kerak. Depozitda aytganimdan keyin bu bolada nastroy уже sal ko'tarildi. Kuldi va nihoyat birinchi marta ko'rishgandan beri motivatsiya paydo bo'ldi. Takoy ko'zi sal yondi. Propchi sizni xuddali страховочный narsada katta summa yo'q qilib yuborishingizdan saqlab turadi. Propni olganingizda, prop bilan ishlaganingizda, prosta tasavvur qilingda. $50,000 depozit $400 turadi. $400 hop aytyapsiz o'zingiz ham. 10 marta uringaningizda ham. 10 marta o'tolmay 10 marta uringaningizda ham 4000 bilan yo'qotardingiz. Yoki mayli, fiksning prop olib tashlaylik. Prop yo'q, lekin qaniydi har bitta birja propni qonun qoidasini o'ziga kiritsa. Misol uchun bir kunda 5% yo'qotgandan keyin bloklasa, to'xtatsa, stop. Общий sotda boshqa ruxsat bermasa. Общий sotda 25%. 25% deylik, 10 demaylik. 20 misol $1000 puli bor, $250 pulini yo'qotsa, qulflasin aka. Qulflasin. Ammo $750 chiqarib bersin. Siz o'ylaysizki, Binance shu ishni qila olmaydimi? Bemalol qiladi. Imminni shu kerak edi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu bir oylik bu vahimalar hammasi, lekin shu bir oyda odam noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ymasligi uchun qandaydir maqsad kerak shu ish bilan band bo'lish uchun. Tayyor depozit imtihondan o'tish shart emas. Kirada trade qiladi, nima chiqarsa 80% uniki, 20% kompaniyaga. Lekin bu depozitda ham bu katta ehtimol bilan yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun bu bolaga men 3 kunlik praktikum o'tkazib beraman. Birinchi kun men o'zim prop nima, qanaqa ishlaydi, nima qilish kerak, men o'zim qanaqa o'taman imtihonida. Mana hozir mana 3 ta $100,000 depozitim bor, hammasi funded. Ularni qanaqa qilib o'tdim imtihonidan, risk qanaqa boshqaraman, tushuntirib beraman. Ikkinchi kun meni psixologim bor, trading bo'yicha. O'zim suhbatlashadigan. Shu bolani u psixolog bilan onlayn ko'rishtiraman. Psixologik taraflama buni muammolarini o'rganib, bunga yechim beradi u. Nimaga azartga beriladi? Nimani noto'g'ri qiladi?
Nimaga bu сделкаlarni ko'rib turib aytadi, qator сделкаlarni tarixini ko'rsa, уже bu bolalarni hamma yog'i aniq ko'rinadi. 3-kun amma sessiya qilib beraman. Ya'ni prop kompaniyani vakili bor, tanishim, ikkalasini yana onlayn uchrashtiraman. U bu bolaga propni ichkaridan tushuntirib beradi. Ichkaridan prop qanaqa, nimaga ko'pchilik imtihondan o'ta olmaydi, nimaga ko'pchilik depozitni yo'q qilib yuboradi. Ularga ko'rinadi-yu bu statistika. Shular haqida bunga tushuntirib beradi. Bu ham kerak bo'lsa unga savollar beradi. 4-kun qo'liga depozitni berib, Soyuzga qo'shib qo'yaman. Bizning yopiq community o'sha yerda hozir Qashqach propida ishlayotgan hamma to'planib imtihondan o'tib ishlayapti. Bu meni qo'limdan kelgan narsa. Xohlasanglar sizlar ham qo'shilinglar bu praktikumga. Baribir o'tadi. Baribir bepul. Birga qatnashib, mana shu savollarga javob olib, psixolog bilan gaplashib, savollarni berib, amma sessiya o'tkazib, propni boshqa tarafdan yaxshi tajriba olgan odam tarafidan eshitib, tushunib olasizlar. Kim kirmoqchi bo'lsa, video tagida ssilka bor. Praktikum so'zini yozinglar. Sizlarga tushuntirishadi, bemalol kirib qatnashishingiz mumkin. Mabodo bu videoni kechroq ko'rgan bo'lsangiz, hech nima emas. Bu praktikum baribir yozib qo'yiladi, yozilgan zapisini ko'rasizlar. Eng muhimi, bu videodan shunaqa tajriba chiqaringlarki, mana bu bola, mana shu tayyor instruksiya. Shu qilgan ishni qilmasam, shu holatga tushmayman. Bo'ldi. Boshqa bu yerda maqsad yo pasil yo'q. Prosta shu ishni qaytarmasliklari uchun tradingda ikki taraf bor. Foyda qiladigan taraf, ziyon qiladigan taraf. Ikkalasini ham bilib, balansni ushlash kerak. Faqat bir tarafga qarab, shirin tushlarda, shirin orzularda yurish yaxshilikka olib kelmaydi. Slifdan keyin ham hayot bor. Eng katta qilgan xatoyingizdan keyin ham hayot bor. O'zingizlarni yo'qotmanglar. Ko'rishguncha.